Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Matiz mashinasi ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2005-yil. Mashina holati zo'r holat turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ikkita oldi bo'lon holatlar zo'r holatda, orqasini alishtirib ekan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Okalar salonlar ham zo'r holat turibdi. Multirol, mes deflektor, mashinaga yaxshi chexol, ko'li solingan. Mejgar pudligacha ham ustunovka qilib qo'shdi, temir gaz ballonlari ham bor. Orqa tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, okalar, okamizdan ikkita oldin olgan ekanlar. Pul zo'r bo'lib sotayotgan ekanlar. Tomdan pastda aytib aytiladi bo'lsa kerak, men ham anig'ini bilmayman deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirib olasizlar. Ikkita mana eshikda qirilgan joyi bor ekan, qildirib olsangiz zo'r holat keladi. Xo'p, texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q, motorlarda hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Hadovoyni o'zingiz uchun qaratib olsani ham bo'laveradi okalar. Okamiz bilan narxini tortishib bo'ladigan narxi deyaptilar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar. $1700 baholaydi. $1700 ga 2005-yil minishga tayyor texnik holatda hech qanaqa muammosi yo'q. Matiz MX varianti okalar.